Dostlar, sizlar tunji qadamda A harfining har qaysi shakllari bilan tunishish oldida turibsizlar. Endi ular tunishlik bas qandaq? Bash A, yolg'iz A, oyoq A, o'lanma A. Endi qiziqarli misollar bilan ularning so'zlaridagi o'rnini ko'rib baqandiq. Apam ayga o'xshaydi, ay egisenda to'xtaydi. Ördek ori kötürüp piştin yandı, herip ketkeş bir haza yığılıp aldı. Şar şar şar, şar uçudu, etin uçucu yerge düşmeydi. Abla kimnin ün algısı naksı eytidi, abbaq tışkan kapı bulup yırak ketidi. Bağvan ve onun oğlu. Yakınki zamanlarda bir bağvan boğay ötken iken. Boğayının bir oğlu bulup ikisi naiti icil inak yaşaydı iken. Bala mektepte okuydu iken. Boğay bolsa etiz erik işlerini kılıp armaydı iken. Bir günü bala mektepten qaytip gelip boğaylısıga kirse dadısı atını yetelep çıkıvatqıdık. Dada nege barısın? Deptu bala. Aqtashdagi baqqa deb javob beribdi bo'vay. Men mi boraman? Deptu bala. Balam, u yerdak yiroq, qiladigan ishlar ko'p, zerikib qolasanmikin? Deptu bo'vay. Kuyimchanlik bilan. Uynalg'ini elib olsam zerikmayman. Deptu bala erkilan. Undaqda chaqqan bo'l, deptu bo'vay. Balasiga masliga kelib. Bala hapila-shapila uyga kirib, uynalg'usini ep chiqibdi. Ular atni bo'lishiga chaptirib, baqqa tezli yetib keldi. Ikkalan mevalarni uzishga boshlabdi. Üzüp harmabdi. Ularning g'ayratiga oqirin o'qib, tornilar ko'k osmonda larzon qanot qirqishibdi. Unalg'u balig'i madad berib, naqshi o'qibdi. Ular ishlayverib, kech kirganini sezmay qoldi. Mevalar üzilib tugabdi. Ata bala xo'shal xuram holda olma, anar, omutlarini joylashtirib bo'lib, uyiga qarab yo'l oldi. Bala yo'lda kelib etib dadasidan so'rabdi. Dada biz nimishqa shuncha qattiq ishlasakmi horg'inlik his qilmaymiz? Buni so'rab yaxshi qilding o'g'lim, debdi bo'y. Bir narsani o'ylagan qiyofatda. Ko'nilada baxt keladi nadin, peshonandagi ta'din degan gap bor. O'rin odam asonli herib qoladi. Shunglashqa ularning erishadigan narsasi oz bo'ladi. Qancha ko'p tirishsak, shuncha ko'p baxtga va natijaga erishalaymiz. Bu xuddi maktabda tirishib o'qisang, kun siri bilimlik bo'lib, kelgusida katta odamga aylana oladiganligingga o'xshaydi. Dada, katta degan gapning ma'nosi nima? Katta degan ostimizdagi otdek chapqur, ko'kdagi quyoshdek nurliq, tornalardek ko'kda parvoz qila oladigan degan gap. Debdi bo'vay. Oy, men katta odam bo'laman. Debdi bola. Qiyin-qiyinga patmay. Shunday qilib, ular xo'shal xuram holda uyiga qaytib keldi.